Omaq savaqdaşlar, bugungi hikoyamiz 7 kumush halqa. Burunqi zamonda nihoyatda ochko'z bir boy o'tgan ekan. Kentdagi dehqonlar bu boyning zulmidan bek bezar ekan. Shunglashqa hech kim uningga madkor bo'lib ishlashni xohlamaydi ekan. O'ziga ishlab beradigan madkor chiqmay qilishdan antisha qilgan boy uyan o'ylab, buyan o'ylab oxir odam qo'llaydigan bir hiyla topibdi. U boy shaharga kirib bir zagarga har birining eg'irligi bir jon keladigan, uliqi yo'q 7 dona kumush halqadan zanjir bo'yritibdi. Shundan keyin u mahallaga e'lon chaplabdi. Kim menga 7 oy emgak qilib bersa, har oyning ish haqi uchun yo'g'on bir kumush halqa berman, lekin mundaq bir shart hozirlanish kerak. 7 halqining faqat xohlagan birini palta bilan chiqishga bo'ladi. Har oyning emgak tükkandan keyin ozmi emas, ko'pmi emas, birla kumush halqani ilib ketish kerak. Bu ta 7 oy emgak tugagicha mushundaq davom qilib, eng oxirida 7-kumush halqani ilib ketish kerak. Agar bu shart hozirlanmaydi ekan, madkorning emgaki bekorga ketadi. Dehqonlar bayning bu e'lonidan uning hiyla nayrangini tushunibdi-da, ishlab beradigan bir odam chiqmabdi. E'lonmi chaplangan yerida xeyli uzun turibdi. Kunlarning birida bir yigit e'lonni qo'lga olib bayning oldiga kelibdi. U belgilangan shartlarga asosan to'xtam tuzib 7 oy ishlab berishga ma'qul bo'pti. Ikki taraf kelishib to'xtamga barmoqlarini bisishgandan keyin hiylaqa aql yigit palta bilan kumush halqalardan birini ayirib olibdi-da, emgakiga kirishib ketibdi. Shuningdan e'tiboran u har oylik emgakini tugatgandan keyin ozmi emas, ko'pmi emas, birdan kumush halqani olib ketibdi. Shunda qilib 7 oyda bu yigit bayning 7 halqasini to'liq olib bo'pti. Bu ishda yengilgan bay ochiqdan yerilgudek bo'pti. Kichik do'st, qani o'ylab ko'ring, bu aql yigit dastlab kumush halqining nechinchisini chaqqan, qolgan halqalarni har oyda qanday usul bilan olgan? Javobi: aql yigit zanjirdagi 3-kumush halqani chiqibdi. Shunda qilib kumush halqalar biri bir, ikkisi bir, to'rti bir bo'lib parchalanibdi. Yosh yigit 1-oyda birini ilib ketibdi. 2-oyda 1-oyda ilib ketgan halqani qaytirib berib, jub halqani ilib ketibdi. 3-oyda yana 1-oyda qaytirib bergan bir kumush halqani ilib ketibdi. 4-oyda oltinqi 3 kumush halqani qaytirib berib, 4 kumush halqani ilib ketibdi. 5-oyda yana dastlabki yolg'iz kumush halqani ilib ketibdi. 6-oyda yolg'iz kumush halqani qaytirib berib, jub kumush halqani ilib ketibdi. 7-oyda eng oxirgi yolg'iz halqani ilib ketibdi.